Tak. Ketdi. Oppa! Julian Alvarez do'stlar, Julian Alvarez. Bu yerda kimnidir ayblash o'zi xato bu 5-2 hisobida, chunki Xabi Alonsoni ham aylash mumkin emas, o'yinchilarni ham aylash mumkin emas. Bu yoqda shunchaki tajriba o'z rolini o'ynab ketdi. Diego Simeone hamda Xabi Alonsoning farqi shundaki, Simeone shunchaki zo'rroq tayyorgarlik ko'rdi o'yinga va yutib ketdi. Undan ham tashqari Real Madrid muxlislari prosta bunaqa mag'lubiyatlarga to'g'ri kelmagan Real Madrid muxlislari. Bunaqa ham mag'lubiyat ko'rishmagan. Endi oxirgi 5 yil ichida Real Madrid muxlislari ko'payib ketdi rostdan ham. Juda ham tezroq bo'lib ketdi, chunki 2 marta Chempionlar Ligasi, comebacklar. Prosta sizlar bunaqa mag'lubiyatlarni ko'rmagansizlar. Hozirgi Real Madrid muxlislari. Hatta 2002 dan 2014 gacha Chempionlar Ligasini ololmagan paytlari bo'lgan. Brusakas finaldan umuman chiqa olmagan, Liondan chiqib ketgan paytlari bo'lgan Real Madridda. Xullas, men o'ylashim bo'yicha mana shunaqa holatlar bo'lib turishi kerak. Top klubida bo'lib turishi kerak. Mana Barsada ko'rdik bu holatni, MUda ko'ryapmiz. Har doim g'alaba bo'lishi noto'g'ri. Qirollik klubi to'g'ri, qirollik klubi. Lekin baribir mag'lubiyat Liga Kubda bo'ladi. Baribir bo'ladi. Mag'lubiyatsiz o'sish yo'q. Endi bu yog'iga Xabi Alonso nima qiladi? Xatolar ustida ishlaydi.